O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova jurnalistlarga bergan intervyusida xonandalar ham soliq to'lashi kerakligi haqidagi qaror yuzasidan keskin fikrlarini bildirdi. U bu tashabbusni san'atni o'ldiradigan xato hisoblagan va kimning qorni og'rib qolsa san'atkorga osilishidan noligan. Shuningdek, u qo'shiqchilar, kosmetologga, kiyinishga pul sarflashi kerakligi, davlat tadbirlaridagi xizmat qilishgani uchun esa pul to'lamasligidan shikoyat qilgan. Lekin bularning qardozi bormi, boshqasi bormi, soliqdan olyapti. Bironta qo'shiqqa pul to'lanyaptimi bizda? Soliq yaxshi. Har bitta bayramga pul to'lashga qurbiylar yetadimi qo'shiqda? Zakaz qilayotganda to'langlar, gap bo'lishi mumkin emas. Ya u san'atkorlarni qiryapsizlar. Bugungi kunda juda ham qiyin. Oldingidaqa sponsor yo'q. Oldingidaqa sevib qolib sponsor bo'ladi-yu, mayli-da. O'ynash bo'lsa ham. Yo'q, u ham yo'q hozir. Aqlli yo'q qoldi hamma. Meni qachon ishlab berasan pulimni deydi. Bitta podarka qilsa sana 1 yil oyoq osti qiladi. Pul qilib. U faqat san'atkorlar isrofgarchilikda ayblanishiga ham e'tiroz bildirib, senatorlarning, deputatlarning hayotiga, ularning qizlari qanday yurganiga ham qarashni so'ragan. O'ldiringlar san'atni, litsenziyani ham 10 barobar qilib qo'yinglar. O'zlaring ashula aytinglar, deya zaharxanda qiladi qo'shiqchi. Men masalan qo'lim yo'q, qo'ltig'imga ham olib boraman. To'g'risida haliga qo'ylarni yoniga mollarni qo'yib qo'yib boqaman. Charchadim. San'at birov isrofgarchilik bo'lsa ham, san'atkorlar davlatda masaladagi senatda o'tirganlar, deputatlar hayotiga qaranglar, qizlari qanday yuribdi, qaranglar. Isrofgarchilik qayerda ekan? Biz ishlamayapmizmi? Qachon uxlaganimi? Kim ko'rdi? Aytinglar. Men yig'laboraman, men kecha bukir yig'lanaman uyda. Charchab ketadi odam. Ertalabki 10 yerni chiqib ketib, sport kerakmi? Kerak. Ya должна быть в форме. Ya вам нужна. Qachon siyosiy boryapman? To'laganda to'lib, to'lamaganda to'lamayapsan. Indamayapsiz u. Endi nalog. Mayli. Kimchi deydi, kim ishlaydi, kim yangi qo'shiq qiladi? O'ldiringlar san'atni. Gap bo'lishi mumkin emas. Nalog tugul litsenziyani ham 10 barobar qilib qo'yinglar. O'zlaring ashula aytinglar. Boshqa gapim yo'q. Bundan tashqari Yulduz Usmonova ko'p yillardan buyon o'zining mualliflik huquqi buzib kelinishini aytib, endi buning uchun pul talab qilishini, davlat buning uchun pul yig'ib bermaguncha yangi qo'shiq kuylamasligini aytgan.